Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shohjahon va bugun biz mezial temporal skleroz deb ataladigan eng ko'p uchraydigan chakka bo'lagi epilepsiyasini sababi bo'lgan kasallik haqida gaplashamiz. Bu kasallik chakka bo'lagini sabab bo'lishidan tashqari, bo'lagi epilepsiyasini sabab bo'lishidan tashqari yana eng ko'p uchraydigan, eng ko'p doriga chidamli, ya'ni dori bilan tuzatib bo'lmaydigan epilepsiyani sababi. Shuning uchun bu juda qiziq, aktual masala. Mezial temporal skleroz bu dori vositalariga chidamli bo'lgan chakka bo'lagi epilepsiyasini asosiy sababi. Chakka bo'lagi epilepsiyasi deganda siz tushunishingiz kerak, bu ko'p holatlarda bemorlarda kelib doktor bilan uchrashganda, misol uchun bizda oddiy har doimgidek xuruj bo'lmaydi, tirishish bo'lmaydi, tilimiz ketmaydi. Menda faqat g'alati his bo'ladi yoki o'zimni qisqa muddat bilmay qolaman, bir nuqtaga qarab qotib qolaman degan ta'rif bilan ta'riflashga sabab bo'ladigan epilepsiya hisoblanadi. Ko'p hollarda bu kasallikki asosiy belgisi bu xurujlari bo'lib xizmat qiladi. Oshqozondan boshlanib bo'yinga qarab ko'tariluvchi qanaqadir yoqimsiz his yoki notanish narsalarni tanishdek tuyulish yoki tanish narsalarni notanishdek tuyulish hissi, deja vu, deja-vu deymiz. Yoki ko'ngil aynish yoki hojatxonaga borgisi kelish, shunaqa his bilan boshlanadi bu xuruj ko'pincha. Har doim emas, lekin ko'pincha shunaqa bo'ladi. Shundan keyin bemorda odatda bir nuqtaga qarab qotib qolish va ko'rishanish, yutinishga o'xshagan harakat, tfu yutgandagi ili qo'li bilan bir narsa to'g'rilamoqchi bo'lgandagi qayta bir xil harakatlar qilish, harakat avtomatizmi deymiz. Shu narsa juda xos hisoblanadi. Va bu holatning kelib chiqishi asosan 3 oylikdan 5 yoshlikkacha bo'lgan davrda o'tkazilgan kuchli shamollash yoki isitmalash yoki o'sha paytdagi shaytonlash deydi xalq tilida, febril xuruj holati yotadi. Chunki shu davrda ekranida ko'rib turgan mana bu soha alohida ajratib qo'yganmiz uni bo'yab. Shu soha gipokamp deb ataladi va shu soha juda har xil ta'sirlarga sezgir bo'ladi. O'sha paytda agar kuchli isitmalash yoki qanaqadir kasallik o'tkazilsa, ba'zida zarba olsa bemor o'sha soha zararlanib, chandiq hosil bo'ladi, shikastlanadi va bu chandiq keyin kattalashib, o'zgarib, yosh o'tgandan keyin ancha yillar o'tib epilepsiya shunaqa fokal chakka bo'lagi xurujlarni boyaga gapirganimizdek xuruj berishi mumkin. Juda ko'p holatlarda chakka bo'lagi epilepsiyasi dorisi samaradorligi past bo'ladi. Ya'ni dori berasiz, ozgina yaxshi bo'lgandek bo'ladi, keyin yana doriga o'rganadi tanasi. Bemorni xuddi shunaqadek kechadi. Dori ta'sir qilmay qoladi, yana ozgina berasiz, yaxshi yuradi, yana yomonlashadi, yana ta'sir. Ya'ni bu kasallar juda ko'p holatlarda, ya'ni 70% holatda doriga chidamli epilepsiyaga duch keladi statistika bo'yicha va 70% bemorni jarrohlik yo'li bilan davolashga to'g'ri keladi, to'liq tuzatish uchun. Xudoga shukr, jarrohlik yo'li bu kasallikda juda samarali, ya'ni yaxshi yordam beradi va bemorlarning to'liq tuzalib ketishiga olib kelinadi agar o'z vaqtida qilinsa. Chunki bu kasallikda agar jarrohlik kech qoldirilsa, mezial temporal skleroz, ya'ni chakka bo'lagini chandiqlanishi ikki tomonlama mezial temporal skleroz, ya'ni ham o'ngda ham chapdagi ikki tomonlama o'choq va chandiq hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni chandiq bir tarafdan ikkinchi tarafga o'tib, jarayon ikki tomonlama bo'lsa, unda ming afsus, jarrohlik yo'li ham bemorga hech qanaqa yordam bermay qoladi. Endi siz bilan o'zi va shu nimaligi haqida gaplashib boraylik. Mana bu insonni boshini MRTsi ko'rib turgan bo'lsak, qizilda kvadrat bir soha ajratib olingan. Bu soha chakka, ya'ni quloqqa yonida, chakka desa ko'pchilik bu joylarni tushunadi, lekin o'zi chakka deb tibbiyotda quloqqa shunda orqasida joylashgan soha tushuniladi. Shu yerda miyani bir qismi bor, bu chakka bo'lagi deb ataladi. Bu shu chakka bo'lagini biz ichkar sohasi mezial soha deb, ichki deb ataladi tibbiyot tilida. Mezial so'zi bilan ta'riflanadi. Shu mezial bo'lagi mavjud. Shu bo'lakka kattalashtirib olganmiz ekranlarda va qarasangiz bu bo'lakka mana bu yerda bunaqa buralib, tuxumga o'xshab joylashgan narsa bor, u gipokamp deb ataladi. Va shu gipokamp mana bu tarafda qanaqa o'lchamga ega va bu tarafda birinchidan mana yoq chap tarafidagi gipokamp ancha kichkina o'ngga nisbatan. Men hozir uni alohida sizlarga belgilab ko'rsatishga harakat qilaman. Mana u ancha kichkina, nariyoq o'ng tarafdagiga nisbatan chap tarafda gipokamp kichik. Ikkinchidan u oqroq, ya'ni giperintensiv deymiz tibbiy tilda, yorug'roq va uchinchidan uni ichidagi mayda tuzilmalar, qora chiziqchalar ko'rinmayapti. Mana bu
chakka bo'lagida chandiqlanish ketganini belgisi hisoblanadi. Va shu belgilarni biz ko'rsak, aytamiz, bu bemorda chakka bo'lagi kichkinalikda shikastlanish hisobida chandiq hosil bo'libdi deb ataymiz. Va bu kasallikning nomi meziyal temporal sklerozdir. Endi bu kasallikda qanaqa xuruj bo'ladi va qanaqa asoratlar bo'lishiga to'xtalamiz. Hozir men internetdan shunaqa yaxshi chakka bo'lagiga mos bo'lgan bir xurujchi misolini topib qo'ydim. Shu sayt egalari bu ma'lumotlardan birovni o'rgatish, o'qitish, ta'lim berish maqsadida foydalanish ruxsatini bergan. Shuning uchun sizlarga chakka bo'lagi epilepsiyasi qanaqa bo'lishini ko'rsatish, ya'ni ta'lim berish maqsadida biz ham oqilona foydalanamiz bu videodan. Mana bir yigit o'tiribdi epilepsiyani xurujini chaqirish markazida va unda shu xuruj chaqirishga kelganda xuruj boshlangan, u telefonda o'tirganda xuruj boshlanganini sezdi va birinchi qilgan ishi tugmani bosdi. E'tibor bersak, prosta qanaqadir g'alati his bo'lyapti. Chakka bo'lagi epilepsiyasi xuddi shunaqa bo'ladi. Bemorlarda g'alati his bo'ladi. U tugmani bosib bir necha marta tibbiy xodimni yordamga chaqirdi. Biroz ovoz qo'shamiz va kelgan xodimga o'zi haqida ma'lumot beryapti. E'tibor berib yaxshilab qarasanglar, o'sha xuruj boshlangan va boshlangandan beri bu yigitda qovshanish, yutinish ketyapti. Og'zi bilan chapillab, qovshanib harakat qilyapti. Ikkita varianti bor. Yengilroq bo'lsa, sal-pal o'zini bilib turib qovshanadi. Og'irroq bo'lsa, bir nuqtaga qotib qolib, umuman gaplashmay, javob bermay qovshanib yutinish bo'ladi. Bu yigit sal yengilroq varianti. Shifokor kelib savollar beryapti. Nima sezyapsiz, nima his qilyapsiz deb u o'zida bo'layotgan kechirimlarni gapiryapti. Va qarasak, narigi qo'lida chakka bo'lagi epilepsiyasi juda xos narsa, kiyimini to'g'rilagandagi qanaqadir harakat qilyapti. Chakka bo'lagi epilepsiyasida ko'p bemorlar aytadi, men o'zim bilmayman, lekin o'zimga kelsam kiyimimni yechib tashlagan ekanman yoki uydagilar aytadi, o'rnini, narsalarni to'g'rilashga, tekislashga harakat qiladi deb. Bu juda xos bo'lgan avtomotor, ya'ni hayot davomida o'rganilgan bitta harakatni qayta qilish holati. Ana endi o'zi qarashi ancha ma'nosiz, ya'ni nima bo'layotganini yaxshi tushunmayapti. Hozir u qo'lini ko'tarishi faqatgina tibbiy xodimni murojaatini bajardi va o'zi savollarga umuman javob bermayapti. Ya'ni bir nuqtaga qarab qotib qoldi. Xurujni davomini ko'rib o'tirmaymiz, chunki o'zi bu davom etishi chakka bo'lagiga xos emas bo'lgan belgilar, ya'ni prosta xuruj bir taraflamadan ikki taraflamaga tarqalgani uchun hozir majburiy boshi qayrilishi bir nuqtaga qarab va ikki tomonlama bilateral tonik klonik xurujga o'tish bo'ladi. Bu o'zi xurujchi ikkilamchi, ya'ni o'ng tarafdan chap tarafga yoki chap tarafdan o'ng tarafga tarqalib ikki tomonlama bo'lib ketganini belgisi hisoblanadi. Ya'ni men asosiy maqsadim bu videoni ko'rishdan meziyal temporal sklerozda xurujlar qanaqa bo'lishini haqida tushuncha berish edi. Ya'ni ular doim qovshanish, chaynashish, narsalarni siypalovchi, qimirlovchi yoki to'g'irlovchi o'rin ko'rpani, kiyimni yoki g'alati bo'lib o'rnidan turib chiqib ketadi. Indamay savol bersangiz yurib chiqib shunaqa hayot davomida o'rganilgan harakatlarni qanaqadir tushunchasiz o'zi bajarishi xos xuruj turlarida. Asosiy 3 ta asorati bor chakka bo'lagi epilepsiyasi, meziyal temporal sklerozi. Bu yerdan xotira halqasi o'tgani uchun birinchi navbatda xotira pasayishi bo'ladi. Ya'ni chakka bo'lagi epilepsiyasi bo'lgan bemorlarda oldingi xotiram yo'q deydi. Oldin hammasini yaxshi eslardim, hozir oddiy so'zlarni ham unutyapman deydi. Ikkinchi asosiy shikoyati o'tdan limbik tizim o'tgani uchun, limbik tizim emotsiyaga javob beradi. Shuning uchun emotsiya ishdan chiqadi. Ya'ni bemor o'zini boshqara olmaydigan bo'lib qoladi, jizzaki, jahldor bo'lib qoladi. Arzimagan narsalarga jahllashib, qanaqadir tezkor janjal qilib javob berishi mumkin yoki urushib ketishi mumkin bo'ladi. Bu ma'lum narsalarga uydagilari ko'p kelib bezda qiladi. Ya'ni xurujdan ko'ra bemorni o'zini tutishi nimaga xalaqit qilyapti bizga yashash deb shikoyat qiladi. Chunki o'tdan o'tgan emotsiyaga javob beradigan halqa ham miyadagi ishdan chiqadi. Shu sababli va yana o'tda prefrontal postloq bilan bog'lab turadigan, qaror qabul qilishga javob beradigan markazlar bor. Shu sababli bemorlar oldingi xarakterini yo'qotadi. Ya'ni oldin ular meziyal temporal skleroz boshlanguncha ham juda o'ziga ishongan, qanaqadir yaqqol qaror qabul qila oladigan yoki ishda qo'rqmas bo'lsa, vaqt o'tib u kasallik kuchayib borgan sari qaror qabul qilishga qo'rqadigan, ikkilanadigan, bir xil narsalarni qayta o'ylaydigan va ko'pincha
nima desa bo'ladi, aytadi, oldin odamlarga qo'shilishga, davraga kirishga, to'y tomoshada qatnashishga qo'rqmasdim. Hozir ko'pchilik bo'lgan joyga borgim kelmaydi, odamlarga qo'shilgim kelmaydi. Shunaqa bo'lib qolganman deb o'z bemorlarni o'zi shikoyat qiladi. Shunaqa taraflama xarakteri, mijozi o'zgarib boradi. Mana 3 ta asosiy asorati bor. Bu xotira pasayishi, xotira halqasini ishdan chiqqani uchun, limbik tizimimiz ishdan chiqqani uchun jahldorlik va qaror qabul qilish markazi bilan bog'liqlik yomonlashgani uchun, buzilgani uchun xarakterda o'zgarish bo'lib, oldingi o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qolib, odamlar orasiga qo'shila olmaydigan, odam ovurroq bo'lib qolish juda xos. Mezial temporosklerozga ko'p holatlarda agar dorida samara ko'rmasak, yetarlicha 30% bemorlarda samara ko'rish mumkin. Bu degani hammani operatsiya qilish kerak degani emas. Mezial temporoskleroz bu 30% holatlarda dorida samara ko'ramiz, lekin samara ko'rmasak 70% bemorlarda mezial temporal yoki chakka bo'lagi sklerozi bu jarrohlik yo'li bilan qilinadigan, davolanadigan kasallik. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Bugun siz bilan biz mezial chakka bo'lagiga epilepsiyaga sabab bo'ladigan mezial temporal skleroz haqida gaplashdik. Agar sizga bu mavzu qiziq bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyalarga yozishingiz mumkin. Xudo xolasa, bu yoqqa sal vaqtim ko'proq o'tirib bir chekkadan javob berishga harakat qilaman.